chaqmoqmiz, chaqmoqmiz, so'z mag'zini chaqamiz. Kulgu bilan jilmayib, ko'zingizga botamiz. Istasangiz marhamat, bizni bir tinglab ko'ring. Kimga yoqmaydi yana, kimlargadir yoqamiz. Yoqasiz. Yoqamiz. Yolg'onlarning boshiga urilgan bir to'qmoqmiz. Birovlarning ustidan kulishdan ko'p yiroqmiz. Ko'nglingizni ko'tarsin. Ovozim o'chsin, jonimga tegib ketdi. Nega xomush tashqarida o'tirish? Xotining qo'shiqchi bo'lsa bilasan-da. Yo'q, qo'shiq aytyapman. Men birov bilan janjal qilyapman deb. Odamlar shetib o'ylamasin deb tashqariga chiqib o'tibsan. Ovozi ham Jennifer Lopesga o'xshargan-a? Demak, ovoz loyihasiga jo'natsammi deyapsan. Ha, ovoz 2025 g'olibi bo'lib, kesanetli bo'lmoqsizlar-da. Mabodoy karim shunday. Mashinani yangaga haydatib qo'yib, o'zingiz yon boshlab ketasiz-da. Yomon teskasini qilamiz. Xotin akangiz ruxsat bersa, ko'chaga ham chiqib turing unda. Ha, Xomush o'tiring. men ham bezorib ketdim. Hayır, sağ olun. Bugun senin kuning, senin bugun kuning. Nimaga buncha uraverasan? Xotin ikki. Xotin ikki, shunga shunchami telefon qil. Yo, topdingizmi boshqasini? Telefon Qilaman. Qo'raman ishni. Kim ekan? O'ziniki. Shu o'zingda. Tushang, xotin birga telefon qiling. Unda kim? Xotin birga Yeysiz yana. Bu tarafingizdan ham. Biringiz. bo'ldi da mana xotin ikkiga qilib o'zing ekansan. Telefon qiling dedim men sizga. Xotin bir o'zing-ku. Telefon qiling. Shartmi shu? Telefon qiling dedim. Mana. Kim ekan? Kechiring dadasi. Ikkita sumkatashirganingiz shunda endi. Kechiring. Ben ikini duası koydum. Bo'ldi, kechiring dadasi. Yoshligingda Zarafshon daryosini 2 marta kechirganim yetmaydimi? Kechiring. Allaga olasan. Dadasi qo'shiq kerak. Aytding-ku, kuni bo'yi qo'shiq aytding. Bo'ldi. Buncha qo'shiq nima qilaman? Dadasi. Ha. Wi-Fi bo'lib yaxshi qildingizlar. Nimasi ya? Qornim bor, ovqating bormi? Ovqat bersang. Ay, internetdan ovqat pishirishni o'rganibman. Lekin ovqat pishirish esimdan chiqib qoldi.
Bulbulga o'xshab sayrab qo'shiq aytdim de undan ko'ra. Yaxshi bo'ldi. Istasangiz ham aytib beraman. Sen qo'shiq ayt. Ayt qo'shiq. Ayt. Qo'shiq yaxshi. Ayt. Borsan, hayolimda borsan, qayoqqa dadasi? Uydagi bepul narsa uchun ko'chada pul sarflab yurmang ana. O'zim bilaman. O'zim bilaman. Voy, tamoming. Hayolimda o'sha qaribash. Nima qilsam bo'lar ey jonim? Nima qilsam bo'lar ey jonim? Mening birdan bir tilagim qayda bo'lsa yorim bilan yashamoqdir istagim. Voyey, o'zim bilaman misham, o'zim bilaman. O'rgildim. Ye, xormang dehqonbon, xormang. Bor bo'ling. Qani. Kunlar ham isib mana tayyorgarlikda. Ha, o'tgan yil nima ekdingiz? Kartoshka ekdim men bu yerdan yog'iga. Ha, qanday bo'ldi? Qurt deyib ketdi. Qo'rqdi. Ha, bu yil plan qanday endi? Bu yil mana bu yerda, men bu yoqqa o'sha taraflarga ham yana kartoshka ekmoqchiman. Nima, qurtni bir chorasini topdingizmi? Yo'q, qurtlarni bir buktirmoqchiman-da. Buki bo'lsin deysiz-da. Shunday. Ha, kulga qildingiz-a, hazil qildingiz. Bu yil qishda qor kam bo'ldi-da. Qorning qanaqasi bo'ldi? Qurt qumursqalar ko'payib ketdi-yu. Qor ko'p bo'lsa qurtlar kam bo'ladi. Xitoyliklar kelgan, hamma qurtlaringizni qovurib yeydi, o'ylanmang. Mablag' masalasi qanday bo'lyapti? Endi bunga juda ko'p pul kerak. Mablag' masalasi kredit olsammi deyapman. Kredit? Ha. Bilmayman, zamon talab bo'lib qoldi-a, shekilli kredit, ha? Qayerga borma kredit. Ha, bitta jo'ram kreditga mashina olgan ekan. Pulni vaqtida to'lay olmabdi, mashinani olib ketib qolibdi. Kim odamlar bir-biridan qarz ham olyapti hozir. Bu jo'ra menga qarz ber, senga bir haftada qaytaraman deydi-ku. Shu agar bir oyda qaytarsa, shunaqa odamlarni qizil kitobga kiritadigan bo'lib qoldi. Qarz, Kredit ham, qarz ham o'zini yo'liga. Peshona teridan ayirmasin. To'g'ri aytdingiz. Charchamang. Xudo quvvat bersin. Sendan bo'ldi ammasi. Konsertga bormaylik deydi. Sendan bo'ldi. Sendan bo'ldi. Ikon yeri xotinmi? Ha, xotinmi? Ha, unda qanday xotindan bo'ladi? Sendan bo'ladi, xotindan bo'ladi. Ana shu balaga qolgan tinchlikmi? Kecha sizni yoningizdan kelsam, Aha. mashinam yo'q. Yep. Rosa qidirdim. Ha. Izlamagan joyim qoladi. Aha. 3 soatdan keyin
Shu joyda yana paydo bo'ldi mashina. O'zin joyida. Ha. Ichini ochib qarasam, hech narsaga teginmagan. Bir parcha qog'oz turibdi. Ichiga yozilgan. O'qidim. Uzr do'stim, sizni bezovta qildim, tashvishga qo'ydim. Raddomga mashinangiz kerak bo'ldi. O'g'ilchalik bo'ldi. Sizga rahmat deb yozilgan. Mana sizga suyunchisiga Yulduz Usmonovaning konsertiga 2 ta bilet deb tashlab ketgan. Bu azamat yaxshi bo'lar ekanda. 2 ta bilet maza qildilaringmi, qo'y? Mazza. Konsertga bordik, bunga aytdim men, bormaylik dedi. Menga shu biletni ko'rsatmasa, boraman deb aytarmidim. O'zidan bo'ldi. Hammasini o'zlari boshladi. Sizdan bo'ldi. Kelsam, uyga o'g'ri tushgan. Sefdagi barcha pullarimni olib ketgan. Ha. Yana yozib qo'yibdi, konsert qanday bo'ldi deb. Ilomat. Sizlar Assalomu alaykum, keling qani? soat nechi bo'ldi? Soatim yo'q-ku. Bugunda nechi bo'ladi? Unisini bilmadim. Nima ishlar bilan mashg'ulsan? Shu bir zo'r g'oya o'ylab turibman. U qanaqa? Odamlardan 1 million pulingni 2 million, 2 million, 4 million qilaman deb bir 3-4 milliard yig'sam. Zo'r, keyinchi? Internetda ko'rdim, 1000 dollarga 100 ta lekin o'zgartirib. Ana, Sen odamlarga pul yig'ib olasan, o'zgartirasan. basharani o'zgartiraman, tamom. Pasportchi. O'sha pasport masala bo'lgani uchun yana bitta zo'r g'oya bor. Pul yig'ib Rossiyaga so'raman, tamom. Bo'lmaydi. Sizlar Rossiyaga ketasizlar, xitoyliklar bizga keladi. Rossiyaga ketasizlar, xitoyliklar bizga keladi. Agar sizlar Rossiyaga ketmaganlaringiz edi, xitoyliklar Rossiyaga ketgan bo'lardi. Ha, aziz do'stlar, kimdir odamlarga aldangan, yana kimdir qo'rqinchlarga, yana kimlar esa chaqmoqmiz, so'z maqsini chaqamiz, kulgu bilan jilmayib ko'zingizga botamiz. Istasangiz marhamat, bizni bir tinglab ko'ring, kimga yoqmay bayana, kimlargadir yoqamiz. Yoqamiz. Yolg'onlarning boshiga urilgan bir to'qmoqmiz, birovlarning ustidan kulishdan ko'p yiroqmiz. Ko'nglingizni ko'tarsin